Barchaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda Bittrex 24 tizimi haqida batafsil gaplashamiz, suhbatlashamiz, qulayliklari, foydalari va umuman Bittrex 24 korxonasi haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib ketaman. Hamma narsani bir boshdan boshlash yaxshi. O'shaning hisobiga Bittrex 24 o'zi qachon paydo bo'lgan, qachon O'zbekiston bozoriga kelgan, qanaqa bizneslarga to'g'ri keladi, nimalarni o'zini ichiga oladi, shunga o'xshash savollar juda ham ko'p keladi tadbirkorlardan va o'zbek tilidagi aytaylik bir ma'lumotlar kam bo'lgani hisobiga ko'pchilik tadbirkorlar, ko'pchilik Bittrex 24 o'z biznesida joriy qilmoqchi bo'lgan insonlar qiynalishadi va aynan mana shu og'riqdan kelib chiqqan holda bugun alohida vaqt va fokusimizni sarflab mana shu aytaylik videoni, mana shu ma'lumot beruvchi videoni tayyorlashga qaror qilganmiz. Men Bekzod Xanov, kompaniya Bittrex 24 va biz avtomatizatsiya qilish bilan shug'ullanamiz. Ammo CRM, Bittrex, IP telefoniya, Mo'y sklad dasturlarini o'rnatamiz, o'rgatamiz, podдержка qilamiz. Xo'p, videoni boshlaydigan bo'lsak, Xudo xohlasa Bittrex 24 tizimi haqida batafsil gaplashamiz. Nimaga? Chunki O'zbekiston bozorida eng aytaylik ilgari yurayotgan, eng aytaylik yuqori qatlam, ya'ni to'laqonli biznes proseslarni o'z ichiga olib bera oladigan tizimlardan bittasi. Men bilgan eng prям interfeysi jihatdan ham, qulayligi jihatdan ham, integratsiyalar jihatdan ham eng qulayi men bilgan orasida bu Bittrex 24 hisoblanadi. Endi qisqacha korxona haqida ma'lumot berib ketaman. Boshlang'ichdagi aytaylik shubha-qalarni yengish uchun. Qaysi ma'noda shubha desangiz, video davomida aytib o'taman. Xo'p, mana Bittrex 24 o'zini saytiga kiradigan bo'lsak, bu yoqda ma'lumot to'g'rida aytyapti. Bittrex 24 korxonasi o'zi 25 yil oldin tashkil topgan. Agar tashkil topganiga borib qaraydigan bo'lsak, endi tashkil topish o'z yo'liga O'zbekiston bozorida qachon paydo bo'lgan degan savol meni ham o'zimni qiziqtirgan va tabiiyki sizlarni ham qiziqtiradi, chunki har aytaylik bozor, dunyo bozori o'z yo'liga, O'zbekiston bozorida qachon paydo bo'lgan. Bu 2012-yilda O'zbekiston bozoriga kirib kelgan, ya'ni umuman O'rta Osiyo bozoriga kirib kelgan Bittrex 24 tizimi. Bittrex 24 tizimida hozirda 15 milliondan oshiq, yana qaytaraman, 15 milliondan oshiq korxonalar, korxonalar foydalanuvchilar emas, siz u biz emas. Bizni korxonamiz ro'yxatdan o'tgan. 15 milliondan oshiq. Bu ma'lumotlarni nimaga aytib o'tib ketaman desak, aynan O'zbekiston bozorida biz uchratadigan tadbirkor, ya'ni o'zbek tadbirkorlarining orasida shunaqangi fikrlar yuradiki, bu o'zi qattiq programmasi, ma'lumotlarimiz qattiq bo'ladi, ma'lumotlarimiz yo'qolib ketmaydimi, unaqa bo'lmaydimi, bunaqa bo'lmaydimi. Yo'q o'rtoqlar, yo'q hurmatli tadbirkorlar, unaqa narsa yo'q hali. Shu tarixida bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi yuqori ehtimol bilan, chunki buni orqasida aytaylik o'zini kiber xavfsizlik jamoalari, o'zini programmistlari, o'zini razraботchiklari o'tiradi va faoliyat 25 yildan, ya'ni kecha ba'zi bir aytaylik startaplarga, ba'zi bir O'zbekiston bozorida paydo bo'lgan korxonalarga o'xshab kecha paydo bo'lmagan. Va bu aytaylik xavfsizlik jihatdan siz o'zingiz qildiradigan, mana degan korxonaga borib qildiradigan aytaylik programmangizdan 10-100 barobar kamida ustun tursa kerak. Chunki siz qaysidir korxonaga shunga o'xshash programma qildirgan taqdiringizda ham funksional o'xshashi mumkin, lekin unga tashqi keladigan hujumni hech qanaqasiga qaytarmaydi, chunki siz o'z korxonangizning ichida kiber xavfsizlik aytaylik bir jamoani ushlab o'tirmaysiz-ku, to'g'rimi? Bularning o'zi yo'nalishi shu. Tak что umuman bu narsadan xavotir olib o'tirmaylar-da, rossiyskiy kompaniyada boshqacha misol uchun. Lekin O'zbekiston bozoriga ko'p kirib kelgan korxonalar, aktiv ravishda O'zbekiston bozoriga moslashayotgan korxonalar bu rossiyskiy korxonalar hisoblanadi. Biz aytayotgan o'sha telefoniya misol uchun onlayn PBX servisi bilan ishlaymiz. Mo'y sklad dasturi ham rossiyskiy. Undan keyin nima? Bittrex 24, hammasi rossiyskiy. Chunki o'zi asosan u yoqda paydo bo'lib bizga keladi. Va bo'lib ham shunchaki kelib mana programma ishlatlaring deyilmaydi. Bizani bozorga moslashtiriladi. Bizani bozorimiz u bozorga o'xshagani uchun ko'pgina u yoqdan kelayotgan programmalar bizga to'laqonli inshaalloh to'g'ri keladi.
Shu narsani inobatga olib qo'yish kerak. Ko'pchilik ham amerikanskiy programmani ishlataman deydi, kimdir ukrainskiy yana nimadir programmalar ishlataman deydi. Agar hozir ishlatayotgan bo'lsangiz yaxshi, lekin u tomonlar, integratsiya tomonlari, qulaylik tomonlaridan rossiyskiy programmalarga yutqizadi. Chunki moslashuvchan emas va bizani bozorga ular alohida fokus qaratmagan. Именно bu korxonalar bizning bozorga, ya'ni O'zbekiston bozoriga alohida fokus qaratib, alohida partnyorlar bilan ishlab, bizneslarni o'rganib chiqqan holda yechim qilgan. Menimcha sizlarda umuman tarixi, faoliyati bo'yicha tushuncha paydo bo'ldi. Umuman 98-yilda paydo bo'lgan, endi 2012-yilda mana shu aytaylik полноценный biznesni ichiga olib beradigan tizim shaklida rivojlanib kelgan. Endi qisqacha ma'lumot beraman. B324 da 5-6 ta modul bor. Shu narsani tushunib olishimiz kerak. Mana har bitta programmani o'zini ma'no maqsadi bo'ladi. Yana bitta narsani qaytaray. Bu videomiz aynan tadbirkorlarga B324 haqida ma'lumot olmoqchi bo'lgan insonlarga, joriy qilmoqchi bo'lgan insonlarga manfaatli bo'ladi va bu videomizni yana ham batafsilroq tushuntirishga harakat qilaman. Chunki o'lda-jo'lda ozgina u yoqda bu yoqda ma'lumotlar men ko'rdim, lekin odam to'liq ma'lumot ola olmaydi. Shuni hisobiga ma'lumot beradigan bo'lsam, B324 bu ham kichik, ham o'rta va ham katta bizneslarga to'liqonli to'g'ri keladi. Nega desangiz, mana o'zim saytida ham yozib qo'ygan. Uni banklar ham foydalanadi, sizlar biladigan Vanfit ham foydalanadi, Uzum ham foydalanadi, hattoki men bilgan Ipak Yo'li banki ham foydalanadi. Tushunasiz? Ya'ni katta korxona deydigan bo'lsangiz. O'rtaniku gapirmasi bor, kichikniku etmasa ham bo'ladi. Bemalol bu programma tushib ketaveradi. Endi buni boshqa programmalardan farqi va qulayligi nimada deydigan bo'lsangiz, bu butun bir korxonani prosesslarini ichiga olib bera olishida. Misol uchun, mana biz asosan ABCRM joriy qilamiz sotuv bo'limlari uchun. Именно sotuv bo'limiga operator call center ishlaydi. Biz aytaylik, oson qulayroq variant kerak deyshadi, biz ABCRM olamiz. Nimaga ABCRM? Chunki именно sotuv bo'limi uchun, именно aytaylik sotuv uchun mo'ljallangan. Tushunasiz? Unda boshqa ortiqcha kengaytirilgan funksional yo'q. Muisklar dasturiga keladigan bo'lsak, muisklar dasturi именно chakana ulgurji optim yana nima ishlab chiqarish uchun ayni muddao bo'ladi. Lekin B324 ga qaytadigan bo'lsak, B324 da ombor hisoboti ham bor, korxona ichki kommunikatsiya, ya'ni ichki telegramlarni almashtira oladi bemalol. Undan tashqari ichida ham CRM sistema, IP telefoniya tizimlari bor. Va yana tabiiyki xodimlarni boshqarish uchun task deyiladi, ya'ni zadacha proyekt bo'limlari mavjud. Ya'ni bu programma orqali siz 5-6 ta programma emas, balki именно bu tizimdan foydalanib hamma narsani bitta tizim ichida shakllantirib korxonani boshqarishingiz. Sotuvdan tortib marketingi, vaholanki ishlab chiqarishi, balki oldi sotisi, yana nima desa bo'ladi, xodimlar boshqaruvi, mana shu barcha narsani inshaalloh mana shu programmada qilsangiz bo'ladi. Bizning keyslarimiz bor, buni qilishayotgan va bu programmada boshqa programma topa olmaganlar ham bor. Chunki sizlar bilgan hattoki SAP ham, Oracle deymizmi, yana bilmayman, bozorda yana qanaqadir ERP tizimlari yangi paydo bo'lgan. Buni o'rnini bosa olmaydi. Men ko'rdim, lekin buni o'rnini bosa olmaydi hech qaysi. Chunki tasavvur qilasizlarmi, hech qaysi korxona yiliga 3-4 martalab обновление bermaydi. Bitrix shunchalik darajada обновление bo'ladiki, u obnovить qilishga ulgurmaysizda, ya'ni prям yengilligiga moslashga ulgurmaysiz. Chunki bu SaaS produkt hisoblanadi. Bunga har bitta korxona oylik to'lov to'laydi. Oylik to'lov bor degani bu korxona rivojlanadi degani bo'ladi. Oylik to'lovsiz programma sotib oladigan bo'lsangiz, u har obnovить qilish uchun, har yangi funksiya qo'shtirish uchun birinchidan ana shu yangi funksiyani siz tushunib yetishingizga vaqt ketadi. Ikkinchidan yangi funksiya qo'shtirishingiz uchun aytaylik xodimlaringiz, ya'ni razraботчикларga har safar siz должен bo'lasiz. Har safar pul tikurasiz. Vaholanki ertaga siz bu biznesni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, boshqa biznesga o'tmoqchi bo'lsangiz, misol uchun yoki bo'lmasa направленияni shunchaki o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, anu programma уже sizga to'g'ri kelmaydi. B324 shunaqangi bir egiluvchan flexible programmaki, tizimki, uni hozir misol uchun mebel sohasida ishlatayotgan bo'lsangiz, ertaga olib turib
bilmayman, konsalting sohasi, turfirma sohasida ishlaydi. Umuman muammosi yo'q. Tushunsiz? Shunaqangi bir egiluvchan programma qilib yaratishgan, buni ishlatishdagi qulayligi, unda aytaylik oylik to'lovdagi qulayligi bu aytaylik nimasi bo'ladi? Juda bir xursand qiladigan holat. Nimaga? Chunki ba'zi bir programmalarda foydalanuvchi soniga pul to'laysiz. Ya'ni har bitta foydalanuvchiga faloncha summa to'lanadi, to'g'rimi? Bitrixda bu bazaviy tarifda 5 ta, standartda 50 ta, undan keyin nima professional tarifida 100 tagacha xodim ishlatsa bo'ladi. Bunda nimaga bunaqa tarif deydigan bo'lsangiz, chunki bu imенно qanaqadir kichkina bo'linma emas, balki butun bir korxonani ichiga olib beradi. Ichida bor sotuvchilar, ichida bor marketologlar, ichida bor boshqaruvdigilar, ichida bor HR misol uchun. Menimcha sizlarga tushuntira oldim. Ya'ni buni hozir men bunaqa tushuntirish bilan bu ham boshqaruv, ham aytaylik sotuv, ham marketing, ham HR bo'lgan korxonalar uchun deyotganim yo'q. Shunchaki ma'lumot o'rnida shunaqangi narsalarni ham ichiga olib bera oladi. Siz u yoki bu programmani o'rnatishdan avval bilishingiz kerak, ichida qanaqangi qulaylik va funksiyonallar bor. Hozir ishlatmaysiz, lekin kelajakda kerak bo'ladi. Kelajakda 1 2 3 4 5 qilib, aytaylik programmaga o'tish imkoniyatingiz bo'ladi. Ya'ni boshqa programmaga o'tmasa, shuni ichida joriy qilib olish imkoniyatimiz bo'ladi. Chunki ba'zi bir korxonalarga bizni Bitrix 24 shuncha funksionalni faqat CRM bo'limini o'rnatib beramiz. Ya'ni sotuv bo'limini o'rnatib beramiz. Tushundingizmi? Qolgan bo'limlari, misol HR bo'limlari kerak emas unga. Qolgan marketing misol alohida urg'u bermas balki. Boshlanish etapda shuni. Keyinchalik bizni kengayamiz, qo'shimcha xodim olamiz, qo'shimcha bo'limlarimiz paydo bo'ladi desa, boshqa aytaylik qo'shimcha bo'limlarni qo'shib kengayib ketish imkoniyatimiz bo'ladi. Endi sizlar bilan birma-bir Bitrix 24 qulayliklar haqida tushuntirib ketishga harakat qilaman. Birinchisi bu messenger va video qo'ng'iroqlar. Xo'p, kelaylik, hammaga tushunarli aytaylik etapidan boshlay qolamiz. Bu birinchisi CRM tizimi. CRM tizimi bu Rossiyadagi nomer 1 CRM deb nomlangan bu Bitrix 24 tizimi. Nimaga? Chunki to'laqonlik aytaylik integratsiyalar bo'ladi, to'laqonlik aytaylik ish protsessiga avtomatizatsiya bo'lib ketishdi. Va boshqa CRMlarda qulayligi ham ayni shunda. Ichida sotuv varonkalari, aytaylik mijoz tarixlari, mijoz bilan bo'lgan suhbatlaringiz, undan tashqari qayta sotuvlarni to'laqonli yo'lga qo'yishingiz bo'ladi. Undan tashqari xodimlar boshqaruvi, ya'ni xodimlar ma'lum bir o'zi ishlayotgan mijozni ko'radi, boshqa xodimni ishlayotgan mijozini ko'rmaydi misol uchun. Ya'ni avtomatizatsiya, har bittasiga avtomatik xabarlar, avtomatik xodimlarga eslatmalar, mijozni esdan chiqarib qo'ymaslik uchun. Undan tashqari boyga aytganim eng asosiy narsa, hozir ko'pchilik ishlatmayotgan narsa bu qayta sotuv hisoblanadi. Tushundingizmi? Qayta sotuv, ya'ni Bitrix shunaqangi programmaki, mijoz aloqaga chiqqandan boshlab sotuv va qayta sotuv, yana aylantirish etaplarini bemalol qilsak bo'ladi. Chunki Bitrixda ichida robotizatsiya bor. Ichida shunaqangi avtomatizatsiya qilish imkoniyatini beradiki, mijozni aylantirasiz. Tushunsiz, mana shunaqa qulayligi bor. Bu CRM tizimi hisoblanadi. Undan tashqari yana bir qulaylik tarafi, buni telefonli programmasi ham bor. Ham kompyuterga, ham telefonga programma bor. Alohida Chrome'dan qidirib, alohida telefondan aytaylik Chrome'ga kirib, keyin poisk berib ishlatmaysiz. Alohida programmalari bor, ishlab chiqishgan, bu o'ta qulay. Sotuvda aytaylik o'tirib ishlamaydigan odamlar bo'lishi mumkin, distributsiyada yurib ishlaydiganlar bor, do'kon yuradiganlar bor, misol uchun. Yoki bo'lmasa, ba'zi bir korxonalarda mana tabiiyki asosan uchrashuvlarda bo'lgani uchun kompyuterda kiritib ketish aytaylik unchalik ham qulay bo'lmaydi. O'shani hisobiga mobilnost bu juda muhim. Mana shuni ham oldini olishgan. Xo'p, keyingisi bu men sizga aytadigan bo'lsam, bu совместная работа degan aytaylik qulayligi bor. Ya'ni hamma korxonalarni aytaylik mana sotsiyete kompaniya deyapti bu yerda, korxona ijtimoiy tarmog'i. Tushunasiz? Ya'ni Instagram bu millionlar foydalanadigan aytaylik messenger anaqa ijtimoiy tarmoq hisoblanadi. Bitrix bu sizni korxonangiz uchun ijtimoiy tarmoq vazifasini, именно siz uchun ijtimoiy tarmoq vazifasini o'tab beradi.
U yoqda nima qilsanglar bo'ladi? Barcha ma'lumotlarni saqlasanglar va undan tashqari xodimlar bilan muloqotni Bittrex24 chatda, ya'ni telefon programmasi orqali xodimlar bilan muloqotni olib borsangiz bo'ladi. Xodimlaringiz haqidagi ma'lumotni saqlab beradi. Undan keyin eng asosiysi men Telegramda gaplashadigan narsalarni hammasini bu yerda Bittrex24 chatda o'zida amalga oshirsangiz bo'ladi. Qanaqadir fayl, misol uchun, undan tashqari yana qo'shimchasi bu mana korxona fayllari bo'ladi-ku, xodimlar haqidagi, mijozlar haqidagi ma'lumotlar, pasport misol uchun yoki bo'lmasa do'g'orlar, shartnoma, keyin kommersiya, tijorat takliflari, to'g'rimi? Ana shu ma'lumotlarni Bittrex24 o'zida saqlasangiz bo'ladi. Mana bu qanaqangi ravishda bosh og'rig'ingizdan sizni xoli qilyapti. Bu nima degani? Bu butunlay to'laqonli Telegramni o'rnini olsa bo'ladi degani. Bunda ham kichik korxona bo'ling, ham o'rta, ham katta korxona bo'lsangiz, bundan foydalanmaslikning ilojisi yo'q. Nimaga desangiz, tabiiyki ma'lumotlar xodimlarning o'zini shaxsiy Telegramida qolib ketadi. Yuborgan shartnomalaringlar, kommersiya takliflaringlar har qayerda sochilib yotadi. Bu Bittrex24 sizga tizimi korxonani bir baza знаний deydi. Rus tilida, o'zbek tilida ma'lumotlar bazasi sifatida ham shakllantirib bera oladi. Tushunasizlar? Hozir ma'lumotlar baza sifatida bilmayman, qaysidir Telegramni o'ziga tashlab qo'yayotgandirsizlar yoki bo'lmasa boshqa bir Notion programmalaridan, Word, Excel'dan foydalanib yurgan bo'lishingiz mumkin. Farqi yo'q. Bu yoqda maqsad barcha o'sha qatlidadir shakllantirayotgan ma'lumotlaringlarni Bittrex24 o'zini ichiga olib bera oladi. Va любой paytda nomi bo'yicha, datasi bo'yicha poisk qilib bazadan tortib olsangiz bo'ladi. Bu qagani kompyuterdagi xotira deylik, faqat oblakada, ya'ni umumiy login parol bilan kirdingiz, primoy kirib ketdingiz любой xohlasangiz telefon, xohlasangiz kompyuterdan kirib ma'lumotlarni olish imkoniyati ega. Eng asosiysi bu yoqda yana bilasizmi nima? Mana hozir Excel'da, Google Sheets'da yoki bo'lmasa Telegramdagi ma'lumotni любой odam oladi-ku sizdan, to'g'rimi? Qolib ketsa bo'ldi uniki. Bu yoqda esa siz ma'lumotlarga, xodimlaringizga dostуп berib qo'yishingiz bo'ladi. Ya'ni bu xodim ma'lumotlardan foydalana oladi, bu xodim foydalana olmaydi. Yoki 1-3-4 ma'lumotlardan bunisi foydalansa, bunisi foydalanmasin. Ya'ni shunchalik darajada siz nazoratni qo'lga olishingiz imkoniyati bo'ladi. Bittrex24 buni sizga tabiiyki beradi. Undan keyingi ma'lumotlarga o'tadigan bo'lsak, hozir men sizlarga aytaman, videoga. Yana bu yoqda Bittrex24da xuddi Telegramga o'xshab kanallar yaratsa bo'ladi. Xodimlarni ichiga qo'shib turib, alohida kanallarda suhbat olib borsa bo'ladi. Qo'ng'iroqlar. Ovozli xabarlar jo'natsa bo'ladi. Eng asosiysi bu video zvonok, video qo'ng'iroqlar. Alohida Zoomga kir, Google Meetga kir, unaqa narsa yo'q. Bittrex24 o'zida ichida video zvonok funksiyasi bor, ya'ni primoy qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Biz limit xohlagancha, adashmasam nechtagacha, 1000 ta odamgachamidi, 100 ta odam, 100 tagacha adashmasam, 100 ta odamgacha bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bunga alohida Zoomga 40 daqiqadan keyin pul tugab qolibdi, pul tashab qo'yinglar, unaqa narsa bo'lmaydi. Korxona ichidagi barcha kommunikatsiyani o'zining ichiga olib beradi. Xo'p, onlayn ofis buni aytdik. Endi eng asosiy bo'limlardan bittasi bu zadacha proyekt hisoblanadi, ya'ni vazifalar boshqaruv. Boya aytganimdek, nima desa bo'ladi? Xodimlarni boshqaruv. Xodimlarga vazifa berdingiz, esidan chiqib qoldi. Kimgadir aytdingiz, o'zingiz esingizdan chiqib qoldi. Alal-oqibat oy yakunida ana ish qildingmi desangiz, men bilmayman, men eshitmaganman, men bilmagandim, men ko'rmagandim, kelmagandim misol uchun, unaqa narsalar bo'lmaydi. Quyidagi tizimda har bitta vazifani mas'ul shaxsini belgilaysiz va aytaylik unga yordamchi bo'lgan insonlarni ham belgilash imkoniyatingiz bo'ladi. Ya'ni vazifani belgilash uchun B insonni belgiladingiz. B insonga yordamchi bo'lish uchun C insonni belgiladingiz. Buni hammasini kuzatib turish uchun D ni belgilab qo'yasiz. Tasavvur qilasizmi? Bu hech qanaqa Trello'sida ham, Notion'da ham, Asana'da ham bunaqa narsalar deyarli men bunaqa qulaylikdagi variantini ko'rmaganman. O'shaning uchun ham Bittrex24 menejment uchun eng top yechimlardan bittasi hisoblanadi. Chunki mana shunaqa vazifa belgilaganingizda ham sizda ko'rinadi bu,
ham uni belgilagan odamlaringizda уведомление sifatida xabar boradi, что sanga sani rahbaringdan quyidagicha vazifa keldi, bu vazifani mana shu vaqtgacha mana shu inson bilan birgalikda bajarishing kerak deydi. U inson hech qanaqasiga men ko'rmagandim, bilmagandim, vaqt unaqa edi, bunaqa edi degan aytaylik, ya'ni amalga oshirmaydigan variantlarni aytmaydi sizga. Alal oqibat qochishga yo'l bo'lmagandan keyin anaqa vazifalarni bajaradi. Bu esa prosesni tezlashtiradi. Ya'ni biznesni orqaga emas, oldiga surishga yordam beradi. Eng asosiysi aynan shu zadacha proyekt, ya'ni vazifalar boshqaruvi bo'limida bu yerda ham prava dostupi degan narsasi bor. Shu joyda bitta narsani aytib o'tib ketaman. Bitrix24 har bitta bo'limida huquqlar jamlanmasi funksionali bor. Bu na Telegramda, na siz ishlatayotgan Trello, na bir Excel, na bir Sheets, na bir Word, qisqasi bunchalik darajada hech qaysida yo'q. Men sizga ishonch bilan aytaman. Huquqlar jamlanmasi degani ma'lum bir joyga narsa yozsin, yoza olmasin, kirsin, kira olmasin, o'zgartirsin, qo'shsin, o'chira olmasin. Tushundingizmi? Har bitta etap bo'yicha shunaqangi chuqur kirganki, misol mana vazifani kimdirga qo'ya olsin, lekin vazifani kimdir o'zgartira olmasin, kimdir o'chira olmasin. Klientskiy baza CRMda yig'ilyapti, uni kimdir o'chira olmasin, boshqalarning mijozini ko'ra olmasin, misol uchun. Har xil darajadagi vazifa anaqalarni qo'yib tashlasanglar bo'ladi. Mana bu nazorat, mana nima desa bo'ladi? Kontrol bor joyda o'sish bo'ladi, ya'ni nazorat bor joyda aytaylik o'sish imkoniyati bo'ladi. Chunki ularda qilaman desa ham, ya'ni ba'zani yuklab olaman desa ham yuklab ola olmaydi. Siz hozir Excel ishlatyapsiz, siz hozir qanaqadir program ishlatyapsiz. Unda primoy men misol uchun ko'chirib olsam bo'ladi, bunaqa bazalarni foydalanib olsam bo'ladi. Ya'ni bu nima desa bo'ladi? Himoyalanmagan hisoblanadi. Quyidagi tizimda ham vazifalarda, ham CRMda, ham aytaylik fayllarda barcha mana shu bo'lim, qanaqa bo'limlar bo'ladigan bo'lsa, unda siz shunaqa qilsangiz bo'ladi. Boy qaytargan narsam qisqasi. Insonlarga rollar berib qo'yasiz, ana shu rollar bo'yicha ishlayverishadi. Va shu jumladan yana bitta narsani, muhim narsani aytmoqchi edim. Eng asosiysi bu yerda HR bo'limi ham hisoblanadi. HR deganda qanaqa? Butun bir xodimlaringiz bu bazaga qo'shilgandan keyin bu bazada butun bir xodimlaringiz haqidagi ma'lumotni saqlaysiz. Misol, xodimni ishga olayotganda so'raysiz-ku, qachon qayerda tug'ilgan, yoshi nechida, qayerda turadi, pasport ma'lumotlari, misol oldin qayerda ishlagan, nomeri, misol shunda. Shu ma'lumotlarni qayerda saqlash kerak. Alal oqibat hozir qanaqadir qog'ozda, qaysidir faylda qayerdadir yotibdi bu narsa. Bu yerda imенно xodimingizni anaqa portfoliosini ichida saqlasangiz bo'ladi bu narsani. Ya'ni butun bir xodimingiz haqidagi ma'lumot shu yerda saqlanadi. Va ertaga u xodimingiz haqidagi ma'lumot qidirmoqchi bo'lsangiz, shunchaki profiliga kirasiz, topib olasiz. Alohida anun kim edi, anun familiyasi nima edi, misol uchun yoki bo'lmasa pasport danilari qanaqa edi, unaqa narsa bo'lmaydi. Bitta bazada tartibli ravishda biznes yurg'iziladi. Shunga qo'shimcha ravishda eng asosiy menga yoqadigan funksionali Bitrix'da bu org struktura, korxonaning organizatsionniy strukturasi hisoblanadi. Ya'ni rahbardan tortib bo'lim rahbarlari, bo'lim rahbarlar pastida bo'lim xodimlari, xodimlarning qo'lida ostidagi xodimlar, qisqasi mana shunaqa kengayib keturadi. Ya'ni rahbar, ya'ni asoschi, R&D bo'limi, ish boshqaruvchi bo'limi, bo'limlar, sotuv, marketing, aytaylik, sklad, VMS misol uchun, HR bo'limi belgilangan. Uni pastida keyin xodim, ya'ni rahbarlar har bitta bo'lim uchun. Rahbarlarning pastida xodimlar. Har bitta bo'limda qayerdan kim ishlayapti hozir, kim kimga bo'ysunadi, kimning tepasida kim turibdi, tushunasizlar? Bu narsa Bitrix'da to'liqonli aytaylik amalga oshirish imkoniyatimiz bo'ladi. Va bunaqa bo'lgandan keyin to'liq nazorat qila olish imkoniyatimiz bo'lgandan keyin xodimlarda ham savol chiqmaydi. Bizning rahbarimiz kim, asoschi kim, misol uchun ular bemalol ko'rib olsa bo'ladi. Kim kimga bo'ysunadi misol uchun. Keyin eng asosiysi o'zini vazifasidan kelib chiqib dostup beriladi.
marketolog marketing ishini qilsin, VMS qilsin, boshqaruv hamma do'sti bo'ladi misol uchun, yana kim HR bo'limi uchun xodimlar haqida ma'lumot bo'lishi kerak, HR ga sotuvni umuman aloqasi yo'q misol uchun. Tushunyapsizlar? Demak, bugun sizlar bilan Bittrex24 qachonlardir tashkil topgandan boshlab O'zbekiston bozoriga kirib kelgani va aytaylik O'zbekiston va Rossiya bozoridagi eng top programmalarni men bilmayman, kuchli 3 tali deymiz, men bilganim orasi to'g'risi birinchi o'rinda turadi. Quyidagi tizim. Chunki bunaqa darajadagi tez обновление, bunaqa darajadagi avtomatizatsiya, biznes jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyatini beradigan bundan ko'ra qimmatroq programmalarni ko'rdim, lekin bu darajadagi aytaylik qilib berish imkoniyatini ko'rmadim. Endi faqat maqtash ham bo'lmaydi, prosta ko'rgan, bilgan, o'zimiz ishlatayotgan programma. O'zimiz ham vaholanki bu programmadan foydalanamiz. Xo'p, yana qanaqa funksiyonallar bor ekan? 1 soniya. Yana bir narsa, hozir sun'iy intellekt, ya'ni Bittrex24 buni aytmasam bo'lmaydi. O'zingizlar ham kirib ko'rib, voy, misol sun'iy intellekt haqida gap ketmagan ekan deyishinglar mumkin, lekin Bittrex24 da sun'iy intellekt to'liq ishga tushyapti. Ya'ni o'zi tushdi Rossiyada, rus tilida. Endi o'zbek tili to'g'risi men shoshilmayman. Yani o'zimiz o'rnatayotgan korxonalarga tam Bittrex sun'iy intellekti bor, falonchiydi, pistonchiydi deb aytib tashlashga, chunki ochig'ini aytaman, bozorda sun'iy intellekt shakllanyapti. Lekin sun'iy intellekt rivojlanishi kerak, ko'proq ma'lumot olishi kerak, to'g'rimi? Va boshlanish etapida o'zinglar ham bilasizlar, ChatGPT ishlatayotganimni, unaqa zo'r ma'lumotlar bermagan. Xuddi shunaqa bu hali o'zbek tiliga moslashyapti. O'zbek tiliga moslashadi, o'zbek tiliga moslashgandan keyin aytaylik biz ham yaxshigina bundan foydalanib natija olsak bo'ladi. Lekin birinchilardan bo'lib Bittrex24 ham sun'iy intellektni o'zini tizimiga, programmasiga kirgizdi, moslashtirdi. Avtomatizatsiya, sayt magazin, okey. Dokument onlayn, podpis, messenjer, umumiy qilib aytadigan bo'lsak, bugun aytaylik, Bittrex24 ichiga kirib ko'rsatish emas, meni maqsadim. Bugun umumiy ma'noda quyidagi ma'lumotlarni o'zimni tilimda, aytaylik, inshaalloh tushunadigan tilda batafsilroq tushuntirishga harakat qildim. Menimcha sizlarning savollaringizga inshaalloh javob berdim. O'sha qanchalik xavfsizligi bo'yicha, qanchalik qanaqa bizneslarga to'g'ri kelishi bo'yicha hamda qanaqa jarayonlarni Bittrex24 da qilsa bo'ladi degan savollaringizga inshaalloh javob berdik degan umiddamiz. Bu bo'yicha agar qanaqadir konsultatsiya kerak bo'lsa, tabiiyki bizga murojaat qilsak bo'ladi. Kichkina bo'ladimi, biznesingiz o'rtami, kattami? Agar siz bo'ldi, men biznesimni tartibga solish vaqti keldi desangiz, quyidagi tizimni sizni biznesingizda joriy qilishga tabiiyki yordam beramiz, o'rnatamiz, o'rgatamiz. Qo'ng'iroq qilasiz, bepul konsultatsiya berishga tayyormiz. Qo'ng'iroq qiling va Telegramdan murojaat qiling. Agar o'zimga tushadigan bo'lsangiz, men shaxsan sizga aytaylik beminnat ma'lumotlar berishga tayyorman va bu omadingiz bo'ladi tabiiyki. Shaxsan o'zim ma'lumot beraman, tushuntiraman, maslahat so'rayveringlar. Men aytmoqchi bo'lganim maslahat so'rayman. Chunki ba'zi birovlar sразу telefon qilib, "Aka, narxi qanaqa?" deydi misol. Biz narxni primoy hech qachon aytmaganmiz. Agar qaysidir klientga aytgan bo'lsak, просто u klientdan qutulish uchun aytganmiz uni. Nimaga unaqa deyman? Biz o'zimizning ishimizni mutaxassisimiz. Biz birinchi navbatda klientning og'rig'ini, klientning aytli nima xohlayotganini, qanaqa jarayonda turganini bilib olishimiz kerak. Xuddi kimdir sizga telefon qilib, aytaylik, Rossiya gostinitsaga qanaqa borsa bo'ladi desa, siz birinchi savolingiz nima bo'ladi? Hozir qayerda turibsan? Ya'ni qayerda turibsiz degan savol bo'ladi. Nimaga? Chunki qayerda turganini bilib olganingizdan keyin siz Rossiya gostinitsasiga bo'lgan marshrutni, ya'ni yo'nalishni tuzib bera olasiz. Xuddi shunaqa bizda ham. Biz sizga sразу mana to'g'ri keladi, mana qilsak bo'ladi demaymiz. Oldin sizdan ma'lumot olamiz, eshitamiz, tushunamiz, keyin variantlar beramiz. U variantni qabul qilish sizning qo'lingizda. Lekin ko'r-ko'rona primoy aytaylik, mana maslahat berardim tadbirkorlarga, ya'ni ma'lumotga ochiq bo'linglar. Men hamma narsani bilaman misol uchun, unaqasi ketmaydi. Chunki har bitta yo'nalish o'zini mutaxassisi bor. Siz o'zingiz yo'nalishingizni mutaxassis, biz o'zimizni. Sotuvchi aytaylik, ropla o'zini, marketolog o'zini yo'nalishi.
Shuning uchun ma'lumotga ochiq bo'lamiz, so'rashdan uyalmaymiz, tabiiyki ma'lumotni so'raymiz va to'g'ri variantda, to'g'ri yechim tanlab korxonada joriy qilamiz. Bugungi videoda sizlarni ko'rganimdan xursandman. Keyingi videoda endi amaliyotni har bitta bo'limlari bo'yicha video qilamiz va eng asosiy topoviy savollarga javob berishga harakat qilamiz. Pastdagi nomerlar orqali konsultatsiya olsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.